qizamiq kasalligi havo tomchi yo'li bilan yuquvchi kasalliklar qatoriga kiradi. Boshqa yuqumli kasalliklardan buni juda katta farqi bor. Ya'ni bu kasallik o'ta kontagiyoz infeksiya deymiz. Ya'ni boshqa kasalliklarda muloqotda bo'lgandan keyin aholi kasallanadi yoki ma'lum bir darajada kasallanmasligi mumkin. Ammo lekin bu qizamiq kasalligida agar shu insonda immunitet bo'lmagan bo'lsa, bemor bilan muloqotda bo'lgandan keyin u 2 soatda muloqot bo'ladimi? Chunki bu qizamiq kasalligini viruslari shu bemor turgan joyda u chiqib ketgan taqdirda ham o'sha bo'lgan joyda 2 soatgacha yashashi mumkin. Ana shu paytda muloqotda bo'lgan taqdirda albatta bu bemor inson qizamiq bilan 100% kasallanishi mumkin. Shuning uchun ham bu juda kontagiyoz infeksiya hisoblanadi. Endi bu kasallikni kechishi to'g'ri. Bunda ham yuqori harorat bo'ladi, ko'zda konjunktivit bo'ladi, burun oqishi kuzatiladi. Shu bilan birgalikda bu eng yuqori darajada harorat ko'tarilgandan keyin bunda albatta boshqa yuqumli kasalliklardan farqi undagi toshmalarni bosqichma-bosqich tanaga tarqalishi. Ya'ni yuqori yuzdan boshlab turib badanga, badandan oyoqqa keyin tarqalib ketadi. Va bu kasallik uni yashirin davri 17-21 kungacha bo'ladi. Ya'ni virus organizmga tushgandan keyin 17-21 kun davomida klinik belgilari yuzaga chiqmasligi mumkin. Mana shu paytda ham agar bemor shu kasallik boshlangandan keyin uni prodromal davrida juda kasallikni virusni tarqatuvchi hisoblanadi. Va shu paytda muloqotda bo'lganlar albatta immuniteti yo'q insonlar ushbu kasallik bilan kasallanadilar. Endi bu kasallikni o'zini albatta shifoxonaga murojaat qilib, shifoxonada vrachchi tavsiyasi, shifokorlarning tavsiyasi bilan davolanish kerak. Ammo lekin qizamiq bilan kasallangan bemorlarda ushbu kasallikdan qoladigan asoratlari juda xavfli hisoblanadi. Ya'ni qizamiqdan keyin asoratlarga olishimiz mumkin, bu atitni olishimiz mumkin. Bundan tashqari og'ir zotojanni olishimiz mumkin. Ensefalit, mana hozirgi kunda hamma ma'lum eshitishmoqda, bu panensefalit. Ya'ni bu qizamiqga qarshi emlanmagan bolalarda, kasallangan bolalarda ushbu panensefalit asoratlari ham yuzaga kelishi mumkin. Bu juda xavfli bo'lib, bolalarni nogiron qiladi. Ba'zi holatlarda esa o'limga ham olib kelishi mumkin. Shuning uchun ham albatta bu qizamiqga qarshi bugungi kunda barcha oilaviy poliklinikalarda hozirgi kunda qizamiq vaksinamiz hamda shu bilan bir vaqtning o'zida rejali ravishda 1 yoshli va 6 yoshli bolalar uchun KPK vaksinalarimiz to'liq ta'minlangan va u yerlarda shu aholi orasida emlash ishlari davom etmoqda. Rejali milliy emlash kalendari asosida 3 xil infeksiyaga qarshi KPK vaksinasini oladi. Unda yana immunitet shakllanib boshlaydi va 6 yoshga to'lganida ikkinchi qayta emlashni KPK bilan yana emlaymiz. Mana shundagina bizni bolalarimiz orasida shu qizamiq, epidemik parotit hamda qizilchaga qarshi turg'un immunitetni hosil qiladi. Shuning uchun ham bizni kalendar asosida, reja asosida bolalar o'rtasida 2 marta emlashlarni olib borishimizni samarasi bu. Men yuqorida aytib o'tdim, shu 7 yoshdan kattalar orasida kasallik unaqa ko'p qayd etilgani yo'q. Hattoki mana uyushgan jamoada bolalar muassasasiga qatnashgan bolalar orasida ham ular to'liq emlanganligi sababli u yerda bitta holat qayd etilgan holda guruhli holatlarimiz qayd etilmadi. Aholi bu qizamiq bilan kasallangandan keyin insonda turg'un immunitet hosil bo'ladi. Agar ular yoshligida umuman qizamiq bilan kasallanmagan bo'lsa, albatta tibbiy ko'rikdan keyin, shifokor ko'rigidan keyin shu yosh katta 30 yosh, 35 yosh bo'lgan muloqotda bo'lgan aholini ham qizamiqga qarshi emlashlarni amalga oshiramiz va davom etmoqda bo'lishimiz.